Penso que foi um jogo complicado para nós. Mais uma vez dominamos o processo de jogo. Criámos bastantes ocasiões, estivemos muito equilibrados na primeira parte. E o ponto-chave do jogo foi o modo como sofremos o primeiro gol. E a partir daí alterámos a nossa organização para aquilo que era o jogo a partir do momento em que sofremos o gol. E no momento em que procurámos ir atrás do jogo, sofremos 2 gols de bola parada. Penso que a equipa deu tudo, jogou no seu limite, trabalhou até ao final para procurar um resultado melhor. E na minha opinião não foi justo este resultado. O'yinda g'alaba qozonish uchun vaziyat yaratish kerak va o'yinda g'alaba qozonish uchun raqib jarima maydonchasi ichida keskinlik yaratish kerak. Aynan Paxtakorda o'sha Sug'diyona bilan o'yinda ham birga o'sha Mashar bilan o'yinda o'zini kuchli tomonlarini ifodalana oldi va Sug'diyona bilan o'yinda ham o'tgan o'yinda ham umuman har bir o'yinda Paxtakor o'z darajasidan kelib chiqib aytganda raqib jarima maydonchasi ichida yetarlicha vaziyat yarata olmayapti degan menda fikr uyg'onyapti va bu nima bilan bog'liq yoki futbolchilar darajasi ham oldinda o'ynagan futbolchilar darajasi ham shunga tortadi, masalan ko'p vaziyat qilib hujumkor o'ynaydigan futbolchi. Não chega dentro da área, tem jogadores que conseguem marcar, sempre a aparecer na área, tem que passar este espaço com os jogadores, porque no jogo com Sogdiana também estava muito poucos momentos para marcar gols, estes gols. Que a opinião dele, ele pensa que a opinião dele está a ver que muito pouco oportunidade para marcar os gols, então jogadores que conseguem aí aparecer sempre quando chega a bola para lá. O que é que tu achas? O que é que está a passar sobre isto? As equipas jogam em espera contra nós. Çünkü bize karşı jamoalar hamma jamoa kutib o'ynaydi. As equipas colocam muitos jogadores naquele espaço. Bular o'sha hali aytganingizda darvozaga yaqin joyda juda ko'p o'yinchilar kirib oladi. Andamos à procura sempre do melhor momento e o momento mais eficaz para conseguir pôr a bola em zonas de perigo. Biz o'sha shuning uchun ozgina kutishga harakat qilamiz, shunaqa ularga qiyinchilik tug'dirishga harakat qilamiz shu zonada. E hoje claramente eu não senti que tenha sido por isso que o jogo não tenha vindo para o nosso lado. Bugun lekin o'yin mobaynida bunda e'tibor bergan bo'lsangiz ancha yaxshi harakat bo'ldi, lekin natija. Na primeira parte tivemos uma oportunidade ou 2 oportunidades em frente à baliza, uma até tiraram em cima da linha de gol. Misol uchun o'zingizlar ko'rgan bo'lsangiz, birinchi bo'limda imkoniyatlarimiz ko'p bo'ldi, 2-3 ta imkoniyat bo'ldi. Darvozani kirib ketayotgan joyda himoyachi teforishga harakat qildi. Quando sofremos primeiro, temos que aumentar o risco do jogo. Aí. Chunki gol o'tkazgandan keyin o'sha ozgina riskga o'tishga majbur bo'lishimiz kerak edi. Naturalmente que nos expomos mais um pouco. O'shaning uchun ozgina harakat qilishga Mas hoje, mesmo após sofrer o gol, como eu disse, o jogo foi resolvido em 2 bolas paradas. Asosiy o'yinning natijasi nimadan kelib chiqdi? Chunki standartdan ular imkon qadar yaxshi foydalanib ketishdi. Bilamiz, Andijon hududida hali hech qachon O'zbekiston chempionatida Toshkentda Paxtakor yutmagan. Eles sabem, o Andijan, equipa Andijan nunca ganhou um Paxtakor. Bugun birinchi marta tarixda g'alaba qozonib Paxtakor maydonida. Primeira vez na história conseguiram ganhar o campeonato do Paxtakor. O'yindan oldin raqibga qancha o'rganganmiz? Antes do jogo, começo tentamos ver o jogo. Nós respeitamos os adversários e procuramos criar superioridade perante eles. Biz o'sha qat'iy holda biz o'zimiz ko'rib qarab chiqdik. O jogo foi à volta de 70% de posse de bola para o Paxtakor. Mani fikrim bo'yicha bugun baribir ko'p to'p nazorati va Paxtakorda ko'proq bo'ldi. Tentamos de todas as formas fazer gol. O'sha o'zida bor imkoniyatdan gol urishga harakat qildik ham. E o facto de termos sofrido primeiro que deu essa dificuldade. O'sha bizga qiyinchilik qilgan narsa birinchi o'tkazganmiz. Mais uma vez volto a dizer, em função do modo como a equipa jogou, eu penso que não foi o resultado justo. Lekin meni o'zimning fikrim bunaqa natija bo'lishi kerak emas edi, chunki bizlarning o'yinchilar juda yaxshi mahoratli o'yin ko'rsatgan edi. Aynan nima uchundir Paxtakorga qarshi o'yinlarda Paxtakorning rejalari, ustun taraflari raqib
kelib o'tmayapti-da, raqibni o'ylagan rejalar, raqibni ustun taraflarini Paxtakorga o'tkaza olyapti. Chunki Andijon bugun Andijonning kuchli tomoni bilamiz qanday vaziyatda, jarima zarbalari, burchak zarbalari ikkinchi tarafda yaxshi o'ynaydi va Andijon bu rejasini Paxtakorga o'tkaza oldi. Quando domina uma equipa, por exemplo, nós estamos dominando, né? Queremos mostrar o nosso jogo para eles ter mais cuidado, mas às vezes não acontecem estas coisas e eles começam a fazer o jogo deles e às vezes oxir nima edi? Aynan o'sha aytayotganim umumiy вопрос Paxtakorga qarshi raqibni uni Andijon shu uchun ikki tarafdan jarima zarbalarini yaxshi nima qiladi. Bugun o'sha narsani Paxtakorga o'tkaza oldi. Eles mostraram quando aqueles bolas paradas, e eles jogam muito bem no standard, nos bolas paradas, e eles, o ano já mostrou estas coisas. O que é que tu achas? A Paxtakor o'zini kuchli tomoni rejalarni raqibga o'tkaza olgan. Mas o Paxtakor, o que tem, aquela força, não consegue mostrar para a adversária, para a equipa da adversária. Esse é um dos momentos do jogo que nós trabalhamos também. Boiamos uma mente de bezerro, bonação, chegamos. Quer ofensivamente, quer defensivamente. Só tinham ataque da cana com a barona da cana com vocês também sabem, os momentos da equipa também ajudam a estarmos mais confiantes ou menos confiantes em cada um. Só tinham, manentidamda e'tibor bersak, bu ham bir haqiqat, bizda ham imkoniyat ko'p bo'ldi. E hoje claramente que nesse momento foi o momento onde realmente fez diferença no jogo. Faqatgina bugun ozgina farqli tomoni, bular o'sha o'zlikdan, mana shu imkoniyatdan unumli foydalanish. Oxirgi savol, qiziq savol. Baribir hammada ko'pchilik savol tug'ildi. O'yinlardan oldin murabbiylarni ko'rishayotgan joylarda kichkina sovg'ami nima beryaptilar? O'shanga aniqlik kiritsa, qiziq narsalar bor. Ele está a perguntar, antes de começar o jogo, tu estás a dar para o treinador do adversário um presente para ele. O significado é oferecer alguma coisa típica do meu país. Chunki bizda shunaqa odat bor, mehmonga, raqibga o'sha qanday sovg'a berish. Para dar as boas-vindas a um treinador que vem jogar ao nosso estádio. Chunki bizning stadionimizga mehmon kelgan trenerlar, o'yinchilarga ham shu trenerga bo'lgan hurmat, nimadir esdalik topshirish bizda bor. É apenas isso. Faqat shu narsa. Faqat u narsa aytmayaptilar. Asalmidi? O que é isto? É tipo de mel, estão a perguntar sobre isto? É um doce da obra, um doce de figo com nozes. Bu yerda asosiy narsa ichida nima deydi? Shirinli narsa, ichida yong'oq, mana shu narsalar bor-da. Avvalambor assalomu alaykum. Hozirgina bosh murabbiy aytib o'tdilarki, shu Paxtakorga qarshi shu hamkasbimizdan Solih, Paxtakor qarshi har bir jamoa juda ham yopiq o'ynaydi, ya'ni o'yin tempini pasaytirishga harakat qiladi deb. Lekin endi Paxtakor O'zbekistonning eng kuchli, eng grand jamoasi bo'lgani uchun o'tgan yil ham 10 yil oldin ham, menimcha endi 15 yil, 20 yil oldin ham har bir jamoalar tabiiyki o'z kuchidan kelib chiqib Paxtakorga qarshi himoyaviy o'yin ko'rsatganda. Lekin o'tgan mavsumlarda yoki mana shu tarixda bundan natija berib kelgan. Hozir shu natija bo'lmayotganiga nima sabab? Masalan, 10 yil oldin ham Andijon Paxtakorga qarshi himoyaviy o'ynagan, aniq. Bugun ham shuna o'ynayapti, lekin bu safar yutib ketyapti. Oldin yutolmagan. Está a dizer que já há muitos anos todas as equipas contra Paxtakor jogaram assim mais fechadas, só bolas para a frente, estas coisas. Bu tabiiyda 2+2 ko'rdigan. Foi assim, contra Paxtakor todas as equipas pensam primeiro, não fazem como nós fazemos, sempre jogam atrás, perto da baliza deles e depois quando tem momento eles começam a sair para a frente. E o que é que tu achas? Porque eles jogam assim contra o Paxtakor? Podes dizer alguma coisa? Primeiro o respeito perante a nossa equipa e pela forma como nós jogamos. Bu narsa sizni savolingizga javob qanaqa bo'ldi? Birinchi navbatda bular bizani hurmat qilib, raqib jamoasi hurmat qilib kutadi. Eu também acredito que a equipa possa melhorar e vá melhorar em função daquilo que tem feito. O'sha yopiq o'yinlarda misol uchun, ular ham misol uchun kutadi, vaziyatini kutadi, o'ziga kelgan. Biz ham misol uchun ishlayotganda hamma narsani oldin rejalab, oldin ko'rishga harakat qilamiz. Esta é a mesma equipa que há umas semanas fez ótimos resultados, mostrou muita qualidade, muita organização. Chunki jamoada ham mana shu nimaga o'zini ko'rsata oldi, bir xato o'yinda o'zi ishladi, o'zini ustida sifatli o'yin ko'rsatdi. E nos jogadores em que eu acredito que todos fazem falta, temos alguns jogadores de fora neste momento. Chunki bizlar mana hozir jamoada ayrim o'yinchilar jarohati bor. Bular bizga yetishmayapti, to'g'risini aytganda.
E acredito que a equipa ainda vai ficar mais forte quando vierem esses jogadores. Hozir mana shu o'yinchilarimiz qaytib keladigan bo'lsa, mening fikrim bo'yicha jamoamiz yana ham kuchlashib ketadi. Mas mais uma vez eu penso que hoje não foi isso que aconteceu no jogo. O que aconteceu hoje no jogo foi a equipa a tentar, a procurar, a circular. Bizda shu o'yinimiz qanaqa bo'ldi? Biz harakat qildik. Shogirdlarim harakat qildi, shu to'pni sirkulировать qildi, chapdan o'ngga joyini qidirishga harakat qildi. E realmente ficou definido o jogo em duas situações prontas. Eng anaqasi ikkita momentda uning o'zini imkonidan foydalanib ketishdi. Ok? Savolim bor edi. Ok? Hozirgina o'yindan keyin Paxtakor muxlislari baqirishdi, endi krichalka baqirishdi. Endi jamoa uchun ham hozir qiyin moment. Paxtakor o'z tarixida eng yomon startda boshladi. Shu vaziyatda o'sha muxlislarga javoban nima deya oladi? Nima deb va'da beradilarmi yo bir nima deya oladilarmi yo fikr bildira oladilarmi? Muxlislar nima deb baqirganini o'zlari ham eshitgan bo'lsa kerak. Tu podes responder para aqueles adeptos. Masalan, Consegue explicar o que aconteceu no jogo quando hoje perdemos? masalan endi vaziyatdan tezda chiqib ketamiz, ishoninglar shunaqa deyishmi? Endi ko'p bo'ladi-ku bunaqa holatlar futbolda. Porque em futebol acontece estas coisas quando adeptos não vai ficar gostando. Mais uma vez, eu sou o principal responsável por esta equipa. Birinchi navbatda men mas'uliyat olganman bu jamoaga. E sou sempre e dou sempre a cara por aquilo que está a passar. Men har doim o'zim yuzimni birinchi navbatda qo'yaman. Como normalmente fiquei no campo com os nossos jogadores. Men hozir misol uchun maydonda o'zim o'yinchilar bilan bo'ldim. Os fãs que nos suportam e foi na última quarta-feira sentimos bastante o apoio que nos deram. Oxirgi chorshanba kuni juda katta bizga ham muxlislar kelib bularning anaqasini sezdik o'zimizda. Hoje inclusive eu quero mesmo em função do que estava a passar no jogo. Men yana bir nima dedim, bugun ham xuddi shunaqa ko'p não pararam de apoiar a equipa e à procura e atrás de nos ajudar a chegar ao melhor resultado. Mana shu bular har doim kelishini xohlaydi maydonga, chunki bizga yordam tegadi bularning. Mas da minha parte tenho que trabalhar para melhorar, tenho que procurar a confiança dos jogadores, dar a confiança aos jogadores para conseguirmos mostrar aquilo que já mostramos esta temporada. Chunki men vazifam, men yana davom ettirishim kerak. Bu narsani yana ham yaxshilashga harakat qilishim kerak. Chunki mana hozirgi holatda biz yana o'zimiz ustida ishlashimizga harakat qilamiz. E é com trabalho, com treino e com procura de fazer melhor do que fizemos hoje. Biz qidirishimiz kerak, yana ham yaxshilash uchun biz harakat qilib qidiramiz. Duo qilib, Ok? Sim.